Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har taraf tuzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q, 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 yo'q. Qo'llarimiz bir-biriga yaqin qolganda bo'lmadi bir imkon. Yurak urganida kasalman, qara olmaydi bir inson. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Keldi. Pari qizim. Kelyapti. Assalomu alaykum dadajon. Salom qizalog'im. Yaxshi keldingmi? Seni hamma kutib o'tiribdi. Yur. Yaxshimisizlar? O'tir. O'tir. Mana bu yerga o'tir. Mana bu go'zal ayol seni oying. Bular esa opalaring. Taniyapsanmi ularni? Ha. Tanidingmi? Qizalog'im, endi sen o'z uyingdasan. To'g'rimi onasi? Ha. Xonangni tayyorlab qo'ydim. Kirib damingni olishing mumkin. Xohlasang, biror narsa kerak bo'lsa, opalaringdan so'rarsan. Rahmat. Bizdan so'rab nima qiladi? Yoshligidan birovning narsasini ishlatib o'rganib qolgan-u. Ha. Mayli, so'rur. Bemalol. Rahmat. Shahrizoda va Marjona, sizlardan iltimos. Pari sizlarni singlingiz. Pariga endi opalik qilinglar. O'tmish ortda qoldi. Pari ham ko'p qiyinchilik ko'rdi. Balkim ko'proqdir. Endi hammasi o'zgarishini xohlayman. Hammamiz baxtli oila bo'lib, birgalikda yashaylik. Bir katta oila bo'lib, ahil yashaylik. Nima dedinglar? Mayli qizim. Sen charchagansan. Hozir borib, xonangga kirib, damingni ol, bemalol. Ertalab nonushtada xotirjam gaplashamiz. To'g'rimi qizlarim? Xo'p. Yaxshi dam olinglar. Kirib hammanglar dam olinglar. Boringlar. Marjosh, ketdik, yur uxlaymiz. Mayli oyijon, dadajon, yaxshi dam olinglar. Yaxshi dam olinglar. Xo'p.
O'zingni qidiryapsan. Ovora bo'lma. Bu oilaviy suratlar. Siz ham parimisiz? Parilarga o'xshaymanmi? Hm? Faqat qanotlarim yo'qdek. Ukam bu yoqqa qaravor. Hozir. Lekin men qanotlaringizni ko'ryapman. Bizni uyda qalay dam olding? Yaxshi. Yaxshi bo'ladi-da. Nima deb o'ylading? Ko'zimni ochishim bilan xizmatkorlar issiqqina kofeni olib kelib, hamma narsani tayyor qilib qo'yadi deb o'ylagansan-da, a? Meni yoshlikdan bilasan qanaqaligimni? Yoki eslatib qo'yaymi? Sizga nima kerak o'zi opa? Senga nima kerak? Hech narsa kerak emas. Senga dadamning pullari kerak. Meros kerak. Men bu parixona kerak. Lekin ovora bo'lasan. Seni qanaqa qilib yoshligingda ketkazib yuborgan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib ketkazib yuborish qo'limizdan keladi. Ogohlantirib qo'yay. Men bilan o'ynashma. Qanaqaligimni bilasan, a? Ayniqsa, dadamning atrofida umuman parvona bo'lma. Tushundingmi? Sen baribir bizdagi bo'la olmaysan. Chunki bizdan emassan. Tushunding? Meni ko'zim har doim senda bo'ladi. Aytgancha, parixona nomi meni nomimga qo'yilgan ekan deb xursand bo'lib yurmagin. Bu uy men, opam, bizdagi 3 ta pari nomiga qo'yilgan. Tushundingmi? Sen shunchaki oddiy parisan. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq. Bilib ishingni qilgin. Ehtiyot bo'lgin. Meni asabimga tegib qo'yma. Bilasan-a? Ayab o'tirmayman. Vannani tozalab qo'y. Xo'p. Deliz, yengillikni his et. Marjona qizim, senga nimadir yoqmayaptimi? Kayfiyating yo'q. Nima? Boshing og'riyaptimi? Hammasi joyida. Agar joyida bo'lsa, yaxshi bo'lsang, bilib qo'ygin. Yaxshi oilada odamlar tabassum qiladi, suhbatlashib o'tiradi, lekin telefonsiz. Sizlar bilan gaplashib olmoqchiman, qizlarim. Parilarim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglarni.
bundan baxtiyorman. Borliginglarga shukr. Men xohlardimki, sizlar bir-biringlarga mehribon, g'amxo'r bo'linglar. Inshaalloh birin-ketin sizlarni uzatamiz. Bu uyni birin-ketin hammanglar tark etasizlar. Sen ham, Pari, qizalog'im. Shuning uchun men aytmoqchimanki, hamisha inoq bo'linglar. Biz esa onang bilan yolg'iz qolamiz. Albatta sizlarni sog'inamiz. Ha, Shuning uchun men xohlaymanki, meni uyimda faqat yaxshilik bo'lsin va bir-biringizga mehribon bo'linglar, hurmat qilinglar. Va Xudo ko'rsatmasin, bizning uyimizda janjal bo'lmasin. Chunki men hammangizni birdek juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Dadajon, kechadan beri bir narsa so'ramoqchi edim. Charos opam qattala yoki turmushga berib yuborganmisizlar? Yo'q. U yo'q. Qayerga ketganlar? Qizim, men senga oxirgi marta aytyapman. U yo'q. Va boshqa bu haqida savol berma. Mardon aka. Ko'rmaganimga so'ragandim qattala deb. Mayli, men ishga kech qolyapman. Sizlar yaxshi o'tiringlar, ovqatlaninglar, yoqimli ishtaha. Kechqurun ko'rishamiz. yaxshi boring. Menga qara. Niyatingga yetdingmi dadamni erta tongdan kayfiyatini buzib? Yo, sen kelishing bilan uyda shovqin ko'tarildi. Kimsan o'zi? Dadamdan opamni so'raydigan. Men shunchaki uyda yo'qliklari uchun so'radim. Sen ishing bo'lmasin. Hey, bo'ldi. Bas qillaring. Bilib ol, Pari. Bundan keyin bu uyda opang haqida og'iz ochma. Bu qizlarimni otasiga yoqmaydi. Tushundingmi? Voy, opa, nima bo'ldi? Suv ichib yuboring. Suv ichasizmi? Hey! Bu yoqqa kelinglar, kimdir bormi? Bu yoqqa keling. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Shahzoda, Nima nima yordam bo'ldi? qilish kerak? Voy, hozir. Nima qildi bularga? Asmalari bor. Yaxshimisiz? Shahrizoda. Yuring, uyga olib chiqib keta qolay sizni. Uyga kirsinlar. Rahmat. Men ham boraymi? Robiya, Labay opa. Pari bor-ku, Pari. Ha, O'sha Mardon akani ikkinchi xotinlaridan bo'lgan ekan. rostdanmi? Kecha Muhabbat opa Mardon akaga yetganlarini eshitib qoldim. Yo'q, Ha, rostdan shunaqa ekan. Ha, shunaqa deng. Agar uyimizga ikkinchi xotindan bo'lgan anu qiz kelsa, bizani qizlarimizni tarbiyasiga ta'sir qilmasmikin deb aytuvdilar. Unaqa bo'lsa ikkinchi xotinlar qayerda ekan? Bilmasam. Ular o'lganlar. Xijolat bo'lmay chiqsa yo'q. Axir, sizlar ham shu oilani a'zosizlar-ku. Bilishga haqqinglar bor. To'g'ri, oyimlar ikkinchi xotin bo'lganlar. Lekin ularni bundan sira ayblari yo'q. Ular dadamni rostdan ham sevganlar. Keyin esa men dunyoga kelganman. Lekin afsuski, ularning umrlari qisqa ekan. Ularni bir zumga ham unuta olmayman.
Mana bu sharbatdan iching, o'zim tayyorlaganman. Rahmat. Arzimaydi. Maza ekan, nimadan tayyorladingiz buni? Olmadan. Ha, nima pishirmoqchisizlar? Tushliga ovqat, keyin shirinliklar. Ha, zo'r-ku. Men shirinliklarni juda ham yoqtiraman. O'zim ham ko'p pishirib turaman. Biron kun sizlarga ham o'zim qilib beraman. Mayli. Buncha yaxshi. Lekin bu xonadonda bekalarimiz umuman oshxonaga kirishmaydi. Menda unaqa odat yo'q. Aksincha, men o'zim tayyorlashni yaxshi ko'raman. Aytgancha, sizlar bilsanglar kerak. Jaroz opam Bu uyda biz ularni nomlarini tilga olmaganimizga ancha bo'ldi. Bechora qiz juda ham yaxshi qiz edilar. nima bo'lgan ularga? Rostdan ham o'lganmilar? Yo'q, nafasingiz shamol uchirsin, tiriklar. Xullas bir oddiy bolani yoqtirib qo'ygandilar. Dadingiz shart qo'ygandilar. Yo uni deysan, yo meni deysan dedilar. Ular sevgan yigitini tanlab ketib qoluvdilar. Shundan keyin dadangizlar voz kechuvdi ulardan. Haligacha kechira olmaydilar. Tushunarli. Oyi, endi nima qilamiz? Xonimlarni sotib bo'lganimizdan keyin uyga borib, men dadangga ovqat olib boraman. Biz nima qilamiz? Xo'pmi qizim? Sen esa uyda ukalaring bilan o'tirasan. Voy. Oy. Jonga tegdi shu. Qachon qarama. Buzilgan. Orzularim armon endi, yuragimda Hayda. gumon endi. Vaqti kunlarni Hayda. ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har tarafi tuzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q. Qo'llarimiz bir-biriga yaqin qolganda bo'lmadi bir imkon. Yurak urganida kasalman, qara olmaydi bir inson. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Qaror asizlarmi? Parilarim, jon Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bering? Bitta kofe. Yaxshimisiz? Rahmat. Kechirasiz, sizni ana unda qurilishda bexosdan turtib oldim. Hechqisi yo'q bo'lib turadi. Nima, siz ham bu yerning kofesini yaxshi ko'rasizmi? Shunaqa. Unda menga kofe ichgani sherik topildi-da. Balkim. Bizning kofemiz tayyor bo'ldimi? Meni kofemmi? Rahmat. Rahmat. Unda biror joyni tanlang. Ana bu yerda bo'sh joy bor ekan.
Yaxshi joy ekan, a? Kechirasiz, o'zi men odatda bir o'zim kofe ichardim. Uzru xijolat qilgan bo'lsam, lekin boshqa joy ham yo'q ekanda. Haqiqatdan. Haligi ismingiz nima edi? Shahrizoda. Shahrizoda. Juda chiroyli ism. Rahmat. Demak, siz biz qurayotgan uyni dizaynerisiz. Ha, shunaqa. Men ana shu uylarni loyiha egasiman. Arxitektorman. Yaxshi. Men bu soha bo'yicha 5 yildan buyon shug'ullanaman. Lekin siz bilan hech ko'rishmagan ekanman. Men ham shu soha bo'yicha o'qiganman. Lekin ishga yaqinda chiqdim. Ayrim sabablarga ko'ra. Ishga chiqqaningiz yaxshi bo'pti. Bo'lmasam siz bilan uchrashmagan bo'lardim. Uzr, men borishim kerak. Qiladigan ishlarim ko'p edi. Shoshmang. Haligi sizga kofe yoqadimi? Bu haqida gaplashdik-ku. Yoqadi dedingiz-a? Unda ertaga sizni kofega taklif qilsam bo'ladimi? Haligi, bilasizmi, men Yo'q, siz noto'g'ri tushunmang. Ish bo'yicha demoqchiman. Endi bundan buyog'iga birga ishlaymiz, hamkasb ekanmiz. Balkim bir-birimizga qanaqadir loyihalarda maslahatingiz kerak bo'lishi mumkin. Uzr, ishlarim ko'p. Ishdan keyinchi? Men voqli uyga boraman doim. Sal uyga kirishingizdan avval bo'lmaydimi? Iltimos. Axir bir loyiha ustida ish olib boryapmiz-ku. Hamkasb sifatida. Xo'p, mayli. O'ylab ko'raman. Mayli. Men ketdim. Kuzatib qo'yaymi sizni? Ertaga kutaman. Assalomu alaykum dadajon. Hormang dadajon. Va alaykum assalom. Kelinglar qizlarim. Qalaysiz, yaxshi keldinglarmi? Yo'q, rahmat. Yuringlar-chi bu yoqqa. Nima qilyapsizlar bu yerda? Oyim uyda sizga issiq ovqat berib yubordilar. Ha. Bir o'zinglarni yubordimi? Meni Ha. Chunki oyimlar boshlari og'riyapti. Ko'rpaga o'ranib yig'lab yotibdilar. Ey, oyim senga aytmadilar, ne aytyapsan? To'xta. Qani? Ana endi ochiqchasiga gapiringlar-chi. Nimaga yig'ladi oying? Biz ovqat sotib yurgandik. Oyim qora mashinaga qarab yugurdilar. Dadajonim deb yugurdilar. Mayli. Sizlar oila bilan birga bo'linglar. Xo'p? Tezroq uyga boringlar. Xo'p. Xo'p. Asallarim meni. Bu sizga. Xo'p, rahmat. Ehtiyot bo'lib ketinglar. Xo'p? Yo'l chetidan ketinglar. Xo'p bo'ladi.
Ye. Dada. Bolajonlarim. Qani Dadajon. kelinglar. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi dadajon? Voy, meni toychog'im qolaysan. Yaxshimisan? Qani, uyga kiramizmi? Nima deysan, qizim? Haligi oyim yig'ladilar dedim-ku. Men aytganim oyimga aytib qo'ymang, iltimos. Xo'p, qizalog'im. Xo'p, qani? Boringlar chiqani, Mamnun ogin. Uyga kirlaring, qani? Voy, barakalla, pompalog'im. Onasi? 1 minutga qarab oling. Hozir, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Nega unday qilding? Muslima yana chaqimchilik qilibdi-da. Bolani ayblama. Ularni boshqa bunaqa qo'rqitma. Ular meni ko'rib ko'rmaslikka oldilar. Boshqa unday qilmagin. Nahotki shunchalik yuragi tosh bo'lsa? Boshqa unday qilmadi. Bilaman, ularni oldida gunohkorman. Ularni tanlamaganim uchun meni bir umr kechirmaydilar. Mendan norozi bo'lib yashaydilar. Aybim nima? Aybim qadimga quloq solganimmi? Bo'ldi. Boshqa bunday qilma. Senga buni qayta gapirishga majbur qilma meni. Vaqti kelib hammasini to'g'ri qabul qilib o'tang. Ungacha sabr qil. O'zingni bunaqa boshqa qiynama. Siqilma. O'sha vaqt kelmasa-chi? Keladi. Alloh har bir vaqtni belgilab qo'ygan. Sen menga ishon. Menga ishonasanmi? Faqat sizga ishonaman. Unda aytganlarimni qil. Sabrli. Sizga rahmat begim. Nima uchun? Hayotimda borligingiz uchun. Qornim rosa ochib ketdi. Ovqat berasanmi? Voy, gazda ovqat bor edi-ku. Oyijon, sizga bu narsa kerakmi? Tinchlik kerak. Yarim kechida nima qilib aroqqa o'xshab yuribsan? Uyqum kelmadi. Shunga bir ozgina Bor xonangga havoga chiqay deb. Marjon opam kelmadilar hali ham. Yo'q-e, yaxshiyam aytding. Bo'lmasa meni xabarim yo'q edi. Agar xohlasangiz men kutib turaman ularni. Kelishi bilan sizga xabar beraman. Sovda turasizmi shunaqa? Yaxshi. Unda kutib tur. Xo'p. Kelmaguncha ichkariga kirma. Xo'p bo'ladi. Ma, egningga tashlab ol. Muzlab qolmagin tag'in. Rahmat. Ha, aytgancha, meni boshqa oyi dema. Tushundingmi?
Opa, Stop. opa. Nima ahvol bu? Nima endi men har kuni shu uyga kelganimda mana shu uyda seni ko'rishim kerakmi? Tur joyingda. Demak, bu endi meni uyim, meni dadammi uyi, bilding? Men mazza qilib kelaman ko'chadan. Sen men bitta qaqqayib turib meni kayfiyatimni buzasan? Opa, hozir yiqilib tushasiz. O'chir. Senga kelma deyapman. Bilib qo'y, men xohlaganimni qilaman, tushunding? Voy, nima qilyapsiz? Tur o'sha yerda, kelma yonimga. Nima xohlayapsan? Anqaymasdan tez. Bor, cho'miladigan kiyimimni olib chiq. Voy, unaqa qilmang. Opa, turing, uyga kiraylik. Kelyapsan? Turing. Qoch. Tegma. Shamollab qolasiz bunaqada. Voy. Voy xudoyim. Voy. Qoch, sekin yiqilib tushing. olmayman. Xo'p, ehtiyot bo'ling sekin. Voy xudoyim. Keling. Ketdik. Enagalik qilmagin menga. O'zingni oppoq ko'rsatib. Shamollab qolasiz. Sudrama. Meni uyimdagi hamma biladi shunaqa kelishim. Xo'p, hozir oyim ko'rib qolmasinlar. Hech kim xavotir olmaydi. Ey, bor yo'qoling, qo'y bor. Xo'p, mayli opa, yuring kiraylik. Kerak emas. Sekin. Sekin. Deliz. Yengillikni his et. Sekin. Bo'ldi. Sen bugundan boshlab sen meni shaxsiy xizmatchimsan. Xo'p, bo'pti, yaxshi demang. Hey, Pari Assalomu alaykum, qizim, dadajon. yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Sen nega uxlamayapsan? Hammasi yaxshimi? Yaxshi, haligi Nima bo'ldi? Tinchlikmi? tinchlik dadajon. Endi uxlamoqchi edim. Qizim, seni hech kim xafa qilmadimi? Yo'q, hech kim. Oyimlar hammaligi menga yaxshi Xayriyat. muomala qilishyapti. Unda borib uxla. Men seni juda yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Asal qizim. Yaxshi dam oling. Xo'p, xayrli tun. Charchamadingizmi, begim? Oho, Qaynoqqina sutdan ichib oling. oye, begim degan tillaringizga shakar. Shunaqa, mendek go'zal, mehribon, vafodor ayolni uchratganingiz bu sizni peshoningiz yarqiraganida. Shuni bilib oling. Oling. Bugun erta tongdan tillaringiz chiqib, burro bo'lib qolibdimi? Yana esingizdan chiqardingizmi?
Nimani? Har safar shunaqa qilasiz-a? Boring, xafa bo'ldim. Bo'ldi, jonim. Meni bilasanmi? Hozir. Bugungi kunni esdan chiqarib bo'ladimi? Hozir. Xo'sh. Shokoladmi? Ha, endi tushundim. Konfet ichida uzik bor. Kinodan o'g'irlabsiz-a? O'zim o'ylab topdim. Voy yolg'onchi. Uzik qani? Men senga uzuq bor demadim-ku. Shirin shikolat dedim. Hali shunaqami? Voy. Mana Voy, onasi? Nima qilyapsan? Mana siz. Onasi. Iye. Mana sizga. Iye. Bu yoqqa ke. Oyi, dada qarang, ukam sumkamni olib qochdi. Bugun nonushta qilamizmi, o'zi yo'qmi? Bolam, romantikani ham beliga tepding-ku. Bo'pti, yuring. Choy ichamiz. Bo'pti, yur. Mamani qidirmayapsizmi, opa? Bu yoqqa ber. Meni narsalarimga nega tegyapsan? Nimaga narsalarimga tegyapsan? Opa, bu dori yaxshi doriga o'xshamayapti. Seni ishing bo'lmasin. Birorta ham ishimga aralashma, tushundingmi? Menga qara. Men tushunmadim, nima sen shunda meni narsalarimni titkalaganmisan? Yo'q, kecha siz olib kirib qo'ydim, eslaysizmi? Shunda shimingizni ilmoqchi edim, cho'ntagidan tushib qoldi. Menga o'zingni umuman jon kuyar singil deb ko'rsatma. Bor xonamdan chiq. Qaytib meni xonamga kirma. To'xta. Oyimga kecha kech kelganimni aytdingmi? Yo'q, aytganim yo'q. Aniqmi? Aytmaysan ham. Endi bor yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Mana bu quyoncha sichqonni oldiga kelib, "To'xta, men sen bilan gaplashmoqchiman" debdi. Sichqoncha esa, "Yo'q, men sendan qo'rqaman" debdi. Quyoncha esa, "Kel, do'st bo'laylik" debdi. Qale o'ynayapsizlar. Charchamadinglarmi? Ha, rahmat, yaxshi. Qizalog'im olib ketaman Bo'pti. cho'miltirishga. Ma. Kela Oyingga bora qol, asal qizim. Qani? Dadamga boraylik. Men ba'zida o'zimdan nafratlanib ketaman. Bilasanmi nimaga?
Seni sevganim uchun. Bilaman, yaxshi qizsan. Shunchaki ko'chada yurishni, istagan ishni qilishni yoqtirasan. Zamonaviy qizsan. Kecha sal oshirib yubordim. Har bir narsani o'zining chegarasi bor. Sen ko'pincha o'sha chegaradan o'tib ketasan de. Kecha sal oshirib yubordim. Ko'rdingmi? Qanchalik osmondasan. Aslida sen bunaqa deyishing kerak edi. Kecha sal oshirib yubordim, uzr deyishing kerak edi. Bilmadim, balkim uyalarsan. Aynan shu so'zni aytishni bilmaysan. Aniqrog'i g'ururingga to'g'ri kelmaydi. Shunaqami? Iltimos, mana shunaqa gaplarni gapirmang. Men ozgina bo'lsa ham boshim og'riq qolsin deb shotga keldim. Siz bo'lsa ming'ir qilib cholga o'xshab nasihat qilib yotibsiz menga. Bu nasihat emas. Shunchaki gapirdim senga. Mayli, kayfiyating tushirma. Senda hammasi yaxshimi? Yaxshi emas. Uyimizga anu keldi. Aytuvdim-u. O'sha kelgan. Menga yoqmayapti. Hayda bor unda. Haydashim shart emas. Shunaqa qilaman. O'zi qanaqa qilib chiqib ketganini bilmay qoladi. Sendan qo'rqish kerak. To'g'risida hayotda qo'rqitib yashash kerak. Bo'lmasa hech kim seni hurmat qilmaydi. Oyoq osti qilib tashlaydi. Ezib tashlaydi. Men har doim sevimli bo'lishga o'rganganman. Shuning uchun men hech qachon o'rnimni berib qo'ymayman. Men kenja qizman, dadam meni yaxshi ko'radi. Bu shundayligicha qolish kerak. Men esa seni faqat asrab avaylayman. Bu qarorim shundoqligicha qoladi. Nimaga bu yer bunaqa jimjit joy bu? Yo'qmayapti menga. Ketaylik, boshqa joyga boraylik. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz meni qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har taraf uzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q, 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 yo'q.